Men akaga men kiyimlar olib kelib ber. Nima qildingiz kiyimlarni? Alloh taolo meni ko'rmoqchi bo'lsang, mazlumlarni, yetimlarni, faqirlarni, kambag'allarni oldiga borgin, shularning qalbida bo'laman degandan keyin bu ko'rinmas narsa-ku. Allohni ko'rish uchun ham shoshqadimi shu odam, shoshadimi shu odamlarning ziyoratiga? Alloh oldiga borishni tasavvur qiling. Bitta kattaroq puldor amaldori oldiga desa, chiroyli kiyinib shoshib boramizku, vaqtdan 10 minut oldin boramizmi? Endi nimaga shu insonlarning oldiga shoshmaymiz? Allohni ziyoratiga nimaga shoshmaymiz? Voz kechdik, yangi kiyimlar olib berdik. Samilaga qalay yoqdimi? Yoqdi. Ha, chiroylimi? Mana bitta kiyim olib berdik. Mana yana bitta kiyim, shalvarlar, yumqagina, ustlariga mana yana kiyishlariga yangi uzun chiroyli qilib xullas olib berdik. Aka mazza qilib yaxshi kunlarga kiyib yurasiz endi, bo'lmi? Sizga yoqdi, to'g'rimi? Lekin kommentariyada juda ham ko'pchiliklar negativ bildirdi-da. O'ng qo'ling bergani chap qo'ling bilmasin, o'zing olib ber. Men hech kimdan tilamchilik qilib pul so'ramadim. O'zim cho'ntagimdan pulini to'lab sizga olib berdim, to'g'rimi? Xursandmisiz? Xursand. Ayt ekan, keling, achon qilamiz. Achon qilmaysizmi o'zingiz?